Yashirin iqtisodiyot rasmiy hisobotlarida aks etmaydigan va nazoratdan chetda qoladigan tovar hamda xizmatlar aylanmasi bugungi kunda mamlakatimiz iqtisodiyotida tahlilchilar fikriga ko'ra qariyb 35% ni tashkil etmoqda. Budjet tushumlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan, ayni paytda aniq iqtisodiy ijtimoiy tahlillarga salbiy ta'sir ko'rsatadigan yashirin iqtisodiyotni qisqartirish maqsadida hududlarda izchil ishlar olib borilmoqda. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti viloyat boshqarmasi hamda soliq idoralari hamkorlikda amalga oshirilayotgan ishlar misolida mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Yashirin iqtisodiyot haqida gap ketar ekan, misol uchun tovar, ish va xizmatlar uchun to'lovlarni mijozning bank kartasidan boshqa shaxs bank kartasiga o'tkazish, ya'ni P2P shaklidagi hisob-kitob qilish, soliq va boshqa to'lovlarni chetlab o'tish deganidir. Xuddi shu kabi noqonuniy harakat hisoblanadigan xaridorga QR kod va fiskal belgili chek bermaslik ham belgilangan tartibda javobgarlikka sabab bo'ladi. Departament va soliq idoralari mutasaddilari muntazam tarzda yirik bozorlar va savdo komplekslarida bo'lib, tadbirkorlar bilan yuzma-yuz uchrashuvlarda mazkur noqonuniy holatlar yuzasidan tushuntirish ishlari o'tkazmoqda. Hozirgi kunda ishlayotgan ishchi xodimlaringizni soliq hisobotlarida o'z vaqtida ko'rsatishingiz, hammasini qonuniy, to'g'ri rasmiylashtirish, ularni belgilangan huquq majburiyatlarini o'z vaqtida bajarilishi uchun kelajakda pensiya jamg'armalari jamg'arib borilishi uchun har bir ishchi xodimlarni kiritib borish kerak. O'shalar bo'yicha sizga tushuntirish berish uchun keldik. Bundan tashqari har bir xaridorlarga amalga oshirgan savdosi uchun belgilangan tartibda o'z vaqtida onlayn kassaapparat orqali xarid cheklarini berib borishingiz zarur. Bundan tashqari har bir sotayotgan mahsulotlarni kirim hujjatlari orqali rasmiylashtirib, har bir chiqimini xuddi shunday plastik orqali yoki naqd terminallar orqali savdosini kirim qilib borish so'raladi. Ma'muriy hududlar kesimida esa nazorat idoralari hamkorligida savdo komplekslari va xizmat ko'rsatish subyektlari faoliyatida nazorat kassa mashinalaridan foydalanmaslik va xarid cheki taqdim etmaslik jarima qo'llanilishiga sabab bo'lishi mumkinligi haqidagi eslatma bukletlar aksariyat tadbirkorlik subyektlariga yetkazib berilib, targ'ibot tadbirlari izchil davom ettirilmoqda. Joriy yilning yanvar oyida bosh prokuror o'rinbosari hamda viloyat hokimi tomonidan budjetga qo'shimcha manba aniqlash hamda undirish bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlangan. Mazkur yo'l xarita ijrosi yuzasidan Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti, Jizzax viloyat boshqarmasi tomonidan viloyat prokuraturasi va soliq idoralari bilan hamkorlikda 1 trillion 200 milliard so'mlik aniqlangan qo'shimcha manbadan hozirgi kunda 1 trillion 15 milliard so'mi yoki 85% undirilishi ta'minlandi. Mohiyatan mazkur noqonuniy holatni keltirib chiqaradigan sabab va omillar bilan izchil kurashish zarur. Shu ma'noda departament va soliq xizmatining mas'ul xodimlari joylarga chiqib, tadbirkorlarning muammolarini o'rganish va yechim topish bo'yicha ham hamkorlik o'rnatgan. 2025-yilning iyul-sentyabr oylarida Jizzax viloyat soliq boshqarmasi tomonidan ishlab chiqarish, savdo va xizmat ko'rsatish sohalarida faoliyat ko'rsatadigan tadbirkorlarning 2900 dan ortiq murojaati joyida ko'rib chiqilib, hal etildi. Shuningdek, joriy yilning 10 oyi davomida yuridik va jismoniy shaxslardan kelib tushgan 8267 ta murojaatdan 6,5 mingdan ortig'i tadbirkor foydasiga ijobiy hal qilindi. Bugun mana prokuratura xodimlari, soliq xodimlari kelishib biz bilan muloqot qilishib, bizning muammolarimiz, takliflarimizni eshitishdi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Shu o'rinda yurtboshimizga, yurtimizda yaratib beriladigan imkoniyatlardan xursandmiz va shu o'rinda aytamizki, shunday imkoniyatlar tayyorlangandan keyin biz ham yurtimizga dastak bo'lish niyatida mana 8 ish o'rin bilan ishlardik. Hozirgi kunda 15 ish o'rinni tayyorlandi va yana yaqin 6 oylikda Xudo xolasa shuni kamida 20 ish o'rinda ishlashni niyat qilib turibmiz. Soliqlarimizni vaqtida to'lab, mahsulotlarimizni eksport bob mahsulotlarga chiqarish uchun harakatlar qilib boryapmiz. Germaniyadan оборудование qabul qildik. Yaqin oylarda eksportga tayyorgarlik ko'rishni harakatida boryapmiz. Yashirin iqtisodiyotning yana bir salbiy oqibati norasmiy bandlik va undan kelib chiqadigan mehnat qonunchiligining buzilishidir. Qishloq xo'jaligiga xizmat ko'rsatish, qurilish va ishlab chiqarish sohalarida og'zaki kelishuv asosida ishlaydigan ishchi xizmatchilarning ulushi nisbatan yuqori ekanini inkor etib bo'lmaydi. Shu ma'noda Jizzax viloyatida olib borilgan tizimli chora-tadbirlar natijasida o'tgan 10 oy davomida 7128 nafar ishchi xodim legallashtirildi. Jismoniy shaxslar daromad solig'i bo'yicha qo'shimcha ravishda 9 milliard 152,2 million so'mlik soliq hisobotlari
qayta rasmiylashtirilib, byudjetga tushishi ta'minlandi.